Tasavvur qiling, siz sudga murojaat qilmoqchisiz. Bir qaraganda sudga murojaat qilish oson tuyulishi mumkin, lekin har bir qo'yilgan noto'g'ri qadam sizni yutish imkoniyatingizni kamaytiradi. Masalan, da'vo arizasida ketgan arzimagan imlo xatosi, noto'g'ri tanlangan sud yoki noto'g'ri talab shakli, bularning barchasi arzimagan kamchilik bo'lsa ham sudda yutqizishga olib keladi. Shu sababli sudga murojaat qilishdan oldin mutaxassis maslahatini olishni tavsiya qilamiz. Sud ishlarida xatolikka umuman yo'l qo'yish mumkin emas. Biz Jurisconsult Consulting yuridik maslahatchilar tijorat tashkiloti markazi jamoasi har kuni o'nlab odamlarga huquqiy yordam beramiz. Biz da'vo arizasi, apellyatsiya shikoyati, kassatsiya shikoyati, taftish tartibida shikoyat, sud buyrug'iga e'tiroz, ariza va iltimosnomalar kabi barcha huquqiy hujjatlarni amaldagi qonun talablari asosida aniq va ishonchli tarzda tayyorlab beramiz.